Assalamu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Men bugun sizlarga nurg'un qarindoshlarimiz ham yaxshi kishilarimiz saqlanolmayotgan noati ig'ir bir gunoh haqida so'zlab bermoqchi. Bu gunohning ig'irligidan namoz o'qish bilan, sadaqa berish bilan, zakot berish bilan bu gunohni yug'ilib bo'lmaydi. Hatta bu günah şundaq bir ağır günah ki Peygamber aleyhisselam Mi'raj keçisinde tırnaqları mistim boğan bir kişilerinin özlerinin yüzlerini, meydillerini muşunda tatlap qallarını çıkarıp özlerini azaplavatkan bir kavmini köydü. Resulullah hayran qilib, ey Cibrail, bular nima ish qilgan kishilar debdi. Cibrail, men bugun sizlarga so'zlab bermoqchi bo'lgan gunohni qilgan kishilar dedi. Endi bu gunohi kibirlarning qatoriga kirdi qarindoshlar. Gunohi kibir deganimiz Alloh Qur'oni Karimda, hadis sharifda qat'iy qilishni harom qilgan, bular qilsa do'zax kirdiganlik bilan ogohlantirgan gunohlarni biz gunohi kibir deymiz. Bu gunoh qaysi desanglar qarindoshlar? G'ayvatxo'rlik. Rasulullohdan so'raldi, "Ya Rasululloh, g'ayvat degan nima?" debdi. G'ayvat degan sen bir kishining haqida u kishi yo'q yerda shu kishi anglasa norozi bo'ladigan, xafa bo'ladigan bir so'zlarni deyish g'aybat bo'ldi dedi. Sahabe dedi, "Ya Resulullah, o men degan gap shu kishni bo'zchu. Men uni simiz desam, o kishi simiz bo'lsa, men o kishini paloni pustoni deb o kishini desam, shu men degan suhbatlar shu kishni tepilsin g'aybat bo'lamdi" debdi. Payg'ambar alayhisalom, "Albatta. Sen o kishni bor bo'lgan narsalar bilan o kishiningki gapini qilsang, o g'aybat bo'ladi. O kishni bo'lmagan narsa bilan o kishining g'aybatini qilsang, o bo'hton bo'ladi" dedi. Bühtan g'ayvatda yaman, bühtan qilgan odam mush dunyoda do'ng'aytib qo'yib 80 dara urildi qarindoshlar. Hamda Alloh subhanahu va taolo mana shu g'ayvatni Qur'oni Karimda nimaga o'xshatdi desanglar? "Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu." Sizlar bir-biringlarning g'ayvatini qilmanglar. Sizlar o'lib ketgan qarindishinglarning go'shini yeyishni xohlamsizlar dedi. O'ylab boqinglar qarindoshlar. Ali raziyallohu anhu bir o'lik hayvonning yendan o'tib, kim mushni yeyishni xohlaydi deb bo'lib, g'ayvat mana mushning o'xshaydi degan qarindoshlar. Payg'ambar alayhissalom kimiki bir musulmonning eyib nuqsonlarini qo'laydi ekan, Alloh uning eyib nuqsonlarini qo'laydi. Alloh uning eyib nuqsonlarini qo'lasa, u uy kirvasimi uni xalq olamning oldida rasvo qildi deydi. Demak, qarindoshlarimiz, g'ayvatxo'r hamon bukunsi o'zi rasvo bo'ladi. G'ayvat qilganda g'ayvat qiluvchining savobi kamlashga boshlaydi. G'ayvat qilingan odamningki savobi ziyoda ko'payishga boshlaydi. Shuning uchun qarindoshlarimiz, agar g'ayvat qilamiz kelsa, chunki g'ayvat degan bir kasal, o'zimizning g'ayvatini qilaylik. Men bu millatga nima qilib berdim? Men islom uchun nima ish qildim? Men kofirlarni yo'q qilish uchun nima qildim deb o'zimizning g'ayvatini qilsak bo'ldi emasmi? Chunki sen g'ayvat qilgan ekansan, sening gunohing eshib savobing kamlaydi. Qarish tarafning gunohi kamlab savobi oshadi. Shuning uchun Imom Buxoriy rahmatullohi alayh men g'ayvat harom bo'lgan hadisni anglagan, oyat hadisni anglagandan tortib g'ayvat qat'iy qilib boqmadim deydi. Imom Basri rahmatullohi alayh paloni sizning g'ayvatingizni qilibdi desa, uningga uyda
naydi isil xom bakan şunu evetipdi-de. Şulan bu adam oy man nimada bu xomun evesler dese, anlasam gaybetimni qilib man savob qilishlatibsiz. Şunun sizga rahmatini bildiray deb mush xomuni sizga evetdim degan qarindoshlar. O'ylab baqili. Bizning bankada pulimiz bor ekan. G'ayvat qilsak, har bir so'zimiz uchun bankada 1 lira yoki 1 dollar kamlab ketadi ekan. Mushtavos g'ayvat qilamsiz. Hargiz g'ayvat qilmaysiz, voy pulim kamlab ketadi ekan deb. Agar siz Allohga qiyomat kuniga ishongan bir mu'min musulmon bo'lsangiz, o savobingizning kamlab ketishini, o bankadagi pulingizning kamlab ketishidanmi bak yo'g'on bilasiz, cho'ng bilasiz. Chunki bu oxiratdagi dollar dal sizning savobingiz. Endi mush g'aybat qilgan so'rinda o'ltirib qolganlar bor. Bularning jinoyati shu g'aybat qiluvchidan o'xshash. Men jalasal mughtab fa huval mughtab. G'aybat so'rinda o'ltirganlar o'xshash g'aybat qilganlar deydi. Shuning uchun qarindoshlarimiz, bu g'aybat degan bir kasal. G'aybatxo'r ayni zamanda hasadxo'r keladi, tuhmatxo'r keladi, ko'ranmas keladi. Va shundaqlar asli g'aybatxo'r, asli o'zi ko'p nuqsonliq, o'zining aybi ko'p, o'zininki xatoligi ko'p odamlar g'aybat qildi. Bu psixik jihatdan isbotlangan, ilmiy jihatdan isbotlangan bir ish. Shuning uchun g'aybatxo'r bilan bir yerda bo'lmang. Ya g'aybatxo'rni g'aybat qilma, sen nima ish qilding? Sening bu g'aybatning asosi bormi? Boshqalarga tuhmat qilma deb bu g'aybatxo'rni jimdirishimiz kerak yoki shu g'aybat so'rindan chiqib ketishimiz kerak. Alloh mana bu razil illatdan meni, sizni, barliq qarindoshimizni saqlasin. Assalom.